qo'llaringdan kelgancha yordam qilinglar. Bitta oilada shu xo'jayinim ishlab turadilar. Boshni operatsiyaga yetish kerak, o'zi imkoniyati bor. Men Ravshan Nosirma Kosorga yashayman. Mana shu jigar siyrozi bilan 2 yildan beri qiynalib kelaman. Shu iltimos qo'llaringdan kelgancha yordam qilsanglar. Xo'jayinim Ravshanim Nosir 2 yildan beri jigar siyroz kasalligi bilan kasallanib kelyaptilar. Buni zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak ekan. Hindistonda oilada ishlamaydi. Saxovat peshan insonlardan yordam berishlarini so'rab qolaman. Azizlar akamiz mana ko'rib turganlaringizdek anchadan beri yo'l to'xtadi, ayollar yonlarida. Demak, bu akamizga Qashqadaryo viloyatining o'zidan ba'zi bir blogerlar yordam qilamiz deb kelib, video olib, videolarini qo'yib, lekin hech qanday moliyaviy tomondan yordam ko'rsatmay ketibdi. Biz Allohga kifoya qilib qo'ydik mana shunday insonlarni, bu akamizni mana shu yo'l tushishlariga qaramasdan o'sha yig'ilgan mablag'dan hech qanday pul tushmadi deb yordam qilmay ketgan. Kimda imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, ushbu oilaga qo'ldan kelgancha yordam qilishlarini iltimos qilib so'rab qolaylik.